Zaropa qayerga ketyapmiz? Istanbulga. Nima uchun? Xudo xolasa Gulmirani operatsiyasini yaxshi o'tkazib, oyoqqa turg'izib kelamiz. Xudo xolasa. Bandasiga bermayman hisob, yuraklari torlik qiladi. O'lgunimcha asli umrbod, kimligimni Xudo biladi. Yelkam uzra ikki farishta, hamroh bo'lar har bitta ishda. Bir umrlik uzilmas rishta, kimligimni Xudo biladi. Shavkat aka. Ketdik. Duoda bo'linglar. Aziz vatandoshlar, aziz o'zbekistonliklar, mana biz Gulmirani Turkiyaga olib keldik, Istanbulga. Bizning maqsadimiz shu qizimiz yurib ketsa, oyoqqa turib, biz xursand bo'lamiz. Biz bandamiz, sababini qilyapmiz, So'rmon pacha. Sizlar ham sababini qilib, haqlarga duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh Xudo xolasa operatsiyalardan yaxshi o'tib, yurib ketib, qizini o'z qo'llarida yetiraversin. Birinchi o'rinda duo qilinglar. Shu qizimiz tuzalib, oyoqqa turib ketsin. Biza sababchi bo'lib qolaylik. Yursam, har qayerda o'tirsam, tursam, kimligimni Xudo biladi. Vaqti yetar savol javobim, haq yo'lida qilgan savobim, o'z bo'ynimda uvol savobim, kimligimni Xudo biladi. Ortimizdan otilgan toshlar, qilmishlari ko'zimni yoshlar, siz bilmaysiz ey dunyodoshlar, kimligimni Xudo biladi. Gulmira operatsiya bo'lib chiqqandan keyin shu tomonga qochadigan suvni bo'yiga sizni yeta olmaysiz, to'g'rimi? Qani ko'ramiz, ha? Duo qilib turinglar, operatsiya bo'lsin. Qochadi, men o'ylayman. Xalqim duoda siz uchun. Hammasi zo'r bo'ladi. Ajal yetib yumsa ko'zimni, aytolmasam so'nggi so'zimni, men bilmasam hatto o'zimni, kimligimni Xudo biladi. Mayli meni yomonlab yuring, yiqilgan deb ustimdan kuling, faqat jinarlik shuni biling, kimligimni Xudo biladi.